maqtashga arzigulik qo'ylar aka. Yiriklaridan-a? Buni undaqa deyish kerak yo'q. Qo'yishni ko'rgan odam biladi. Tushunadi o'zi. Shunda ko'rgan odam tushunadi qo'y. Xudo xolasa mana quyruqlari ochiq, hammasi shu qochishga ham qiynalmaydigan. Mana garbonuslar ham hamma yo'g'i joyida mana. Bo'ylar ham yoshini bitta ko'rsatib Xudo xolasa aloqaga chiqaveringlar. Qo'ylar uzunligi ham har tomonlama, har jihatdan yaxshi. Telefon qilaveringlar, biz yo'qsa keyingi partiyalarimizda olib chiqaramiz mana. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib olayotgan aka-ukalar. Xudo xolasa videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Qirg'iziston qo'ylaridan zakas bo'ladi mana, yoshlaridan, yiriklaridan, zo'rlardan yetib kelibdi akalar. Biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha savdogarlar yig'ilgan qishloq Tepaqo'rg'ondamiz. Xudo xolasa qo'ylar zo'ridan bugun sanamiz akalar 26-iyul sanasi bilan 25-iyul sanasi bilan Xudo xolasa syomkalarimizni boshladik. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Mana qo'ylar zo'ridan, tozalardan Akmaljon ukamiz, yana o'sha o'zimizning obunachimiz zo'rlardan kelibdi. Akmaljon, assalomu alaykum. Aka keling. Sog'lig'ingizmi, charchamay? Aka oldingizmi qo'ylardan? Qo'ydi aka, zo'rlari keldi. Aha. Qo'ydi qarang, uzunligini ham, kattaligini ham mana 4 tish xudo xolasa qo'ylarimiz. Aksariyati 2 tish, 4 tish. Aha, 6 tish yo'q. Yo'q, qari qo'y yo'q. Qari qo'y yo'q. Yoshi katta qo'y yo'q aka. Aha, hammasi o'sha rangi toza. Bir pachka. Bir pachka. Seleksiya qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, aha. aloqa chiqsa da xolasa qo'ylardagi zo'rlar. Zo'rlardan shu yirik variantlaridan mana xudo xolasa mana quyruqlariga bitta e'tiborni berib qo'yasiz akalar. Qochishga ham, boshqaga ham qiynalmaydi. Zo'rlaridan mana xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Jonivorlarni qarang. Mana o'ta kiyik jonivorlar, charchovlar ham chiqib, hamma yo'g'i yo'li. Ha, bo'ylar nechiga beramiz buni Akmalxon? Bularda aka 85, 90lik ham bor endi. Ham 80 plyusda aka qo'ylar. 85 plus minusga olishsin Akmaljon. 85 minusga olishsin. 180 aqabaqa. Aqabaqa, xudo xolasa borgandan keyin misol uchun o'lchashganda mana mana tursinchi qo'ylaman. Turishini qarang qo'yladi mana. Bir tekisda hammasi quyruqlar o'ta dahshat, o'ta yirik narsalar. Hop, Akmaljon, bunga aytilgan summasi bitta narx qo'ying endi. Bu yerda bozor qilmaylik. Misol uchun bitta narx qo'yasiz. Og'on odam baholasa baraka topishadi. Lekin shu qo'y xolis mana aytaman. Ko'rib turgan obunachilarimiz bo'lsa kommentariyaga yozib ketsin. Bozorga chiqsa narxini 10 milliondan narx aytiladi. Ochiq aytaverish kerak, 10 million tepa, 12 million, 10 million narx aytadi. Mendami, birovdami, men o'zim olib chiqsam bozorga shunaqa narx aytaman. Buni oldi qochdi gap qilmayman. Shu foydalanadigan odamga bitta qo'yni ko'rib o'tkaza oladi. Aybi nuqsoni bo'lsa o'zimga tan. Joniga kafolat bermayman xolos. 7 ishchiga 1 hafta 10 kunga behijolat. Behijolat. Buni narxi aka bir tortorga 7 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beraman. 7 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha dastavkasi ichida xudo xolasa akalar, qo'ylar yirik akalar, telefonda qanday ko'rinyapti bilmadim. Xudo xolasa telefon qilsalaring akalar, bemalol misol kelib ko'raman deganlarga lokatsiya tashab berishadi. Bemalol kelib, ko'rib, yoqtirib akalar bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi, savdosi bor Akmaljon, ikkala olishga. Yakkalabga aka plus minusi bor. Bor. Xudo xolasa kelishgan narxda xudo xolasa aka, misol o'zim ko'rib turibsiz mana, hozir tepasida turibsiz. Tepasiga kelib ko'rishasiz ham, ichida minusga ketadigan qo'y yo'q o'zi. Minusga. Xudo xolasa. Hammasi yirik savdo. Oddiy misol aka bo'g'oz qo'ydi. Ko'rdilaring, bu bitta Vash qo'ydi aka, ko'rsatib ko'raman. Qo'ydi. Qo'ydi kattaligiga, nimaligiga, jasadiga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Yashini ko'rsatib qo'ydik. Mana hali qo'zi. Hali qo'zi. Tish buzmagan. Hali tish buzmagan. Qo'zisi ham bor ekan buning ichida. Aka, aytyapman-ku, yashi katta qo'y yo'q. Bitta ikkitasi 4 tushga o'tgan xolos aka. Bitta ikkitasi 4 tushga o'tgan xolos. Xudo xolasa yosh narsalar. Akalar, oddiy misol shunday bitta bo'g'oz qo'ysalar akalar, kamida 8,5 million, 9 million bo'ladi. Mana qo'ylar. O'zlaringiz sog'liqqa talab kuchli ko'rib turibsizlar. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Biz yo'qolsa, keyingi partiyalarimizni olib chiqaramizmi? Keyingi partiyani tomosha qilib turibsan, qo'y bor-ku. Suluvlar. Suluvlaridan. Mana xohlasa qo'ylarni chiqarib beraveramiz. Lekin arzon bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilsa xayriga o'tib berasizmi? Voy, savdosini qilib beramiz aka. Qilib berasiz. Joniy hisobidan akalar, kimga tushsa olaverasizlar. Keyingi partiyamizga toza hissorisidan, kashtanidan so'raganlarga mana haqiqiy quyruqlari bor. O'tda ham bir tekisda zo'rlaridan, tozalardan yetib kelibdi. Ishqibozlari aloqaga chiqaridan variantlardan ekan.
Akmalxon nechta soni bu yerda? Soni 7 dona. Soni 7 dona. Buni aka ish qo'vozi boshqa. Boshqa. Arashanni Addini chiqarib afzal ko'radi buni. Aralashtirma. Buni ish qo'vozi boshqa bundan. Ishqivozi boshqacha bo'ladi bu. Jonivorlar qarang, hammasi toza simiydan buni yungini yaltirashini qarang jonivorlardi. Haqiqiy brend svetdan zo'rlaridan. Aloqada bo'laverasizlar. Bularning yoshlari qanaqa? Aka bular ham shunaqa aka, 4 ish. 4 ish shunaqa. 2,5 ta 6 ta bo'lishi mumkin. Chiqargan bo'lsa u yo'q. Aha. Yo'qsa yo'q. O'sha chiqargan bo'lsa, chiqargan yo'qsa chiqarmagan mana. Suyagi ham yirik ekana bularki ham. Amas aka bular ham shu 85 minusga olaveradi. 85 plus minusga olaver ekansizlar. Yirigidan shu qo'chqor zo'rini qo'shib bolasini olaman deganlarda xolasa bugun aloqada chiqar ekansizlar. Mana. Xo'p Akmalxon, uni bir joyga narxi. Ustam aka bitta kesdik. Buni ham bitta kesamiz. Uni 7 million 800 dan qo'ydimmi? 7 million 700 dan. 7 million 700 dan bo'lsa buni 7,5 dan qo'yaman. 7,5 dan qo'yasiz. 7,5 milliondan Samarqandgacha telefon qilishadi. Xayri sunnatiga yana o'tib. Yana o'tib ham berasiz. Joniy hisobisiz akalar, kimni shabloniga tushsa, negativ kerak emas akalar. Qo'ydi narxini bilib turibsizlar. Bozorga chiqib ham akalar, liboy yerga solishlar bo'lasizlar akalar. Narx o'zi ko'rib turibsizlar men narx. Uzunligiga ham garantiya beraman, liboyiga. Aha. Solishtirib olishaveradi. Sog'lomligiga ham hamma yo'q. Sog'lomligiga ham. Mana yoshni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Yoshini ko'rsatib ketaman. Jonivor 4 chiqargan. 4 endi chiqargan. Uzunliklari ham hamma yo'q, mana yurish turishlari ayb nuqsoni yo'q. Bemalol tavsiya qiladigan variantidan. Mana hammasi mana. Jonivorlar qarang. Kimni shabloniga tutsa akalar telefon qila olasizlar. Xudo xolasa xayr sunnati bor. Bexayr ish bo'lmaydi akalar. Savdosini qilinglar. Akalar yaxshi gapirib akalar bekerga olib qo'yinglar mana shu boladan akalar. Ko'ngli bo'sh, bemalol telefon qilib beramiz, telefon qilish olsin, behijolat. Behijolat-a? Telefon qilish olsin. Ular uchun savdo qilish sunnat akalar. Bemalol savdosini qilib, xudo xolasa kelishilgan narxlarda. Shu paytgacha aka shuncha odamni ishini bitiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bitta. Kim o'rnini qo'ygan yeri yo'q akalar. Keyingi partiyamizga mana xudo xolasa puli arzonidan, ser xaridoridan so'raganlarga mana 5 dona ekan Akmalxon. Soni 5 dona. Soni 5 dona. Bularning suyagi yaxshi, yoshliklari yosh. Aha. Yoshlari 4 ish. Ektish 4 ish. Xudo xolasa bo'yni necha dedingiz? 80 plus. 80 plusda. Xudo xolasa qiziqqanlarga tavsiya qilamiz. Zo'ridan shu arzonidan so'rayib turganlarga mana yetib kelibdi. Dahshatlaridan. Qo'chqorni yaxshisini qo'sha olsa bor-ku. Aha. Beraveradi. Bolani beraveradi, xudo xolasa. Hop Akmalxon, videoni cho'zmaylik. Hozircha dastavkasini necha qancha dedingiz dastavkasini? O'zbekiston bo'ylab bor. Dastavka. Aytilgan narx bo'yicha? Aytilgan narx bo'yicha Samarqandgacha Aha. qilib beramiz. Qilib berasiz. Vodiy bo'ylab Samarqandgacha. Xo'p, Akmalxon, bitta shaydan men ham bitta sizga endi o'zingiz aytyapsiz, Samarqandgacha deyapsiz-da. Bizni Buxorodan ko'p uzatishadi-da. Mana shu narsani andek Akmalxon, bitta olishsan deng. Partiya qilsa Buxorogacha qilib berasiz. Ey, Qoraqalpoqgacha qilib beraman aka. Joniy hisobisidan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Mana xohlasa narxini nech pul qilib berasiz bular 5 donasini? 5 donasini aka. Ha. 7,5 ni qo'yamiz bular 7 million 300 dan. 7 million 300 dan. 7 million 300. Endi oxirida tortishaman-ku, o'zi 5 dona ekan. Meni chiroyli qilib bering narxini. Ey, like bos, kommentariyani chiroyli fikrlar bildirib qo'ysin. Yana 100 ming o'tib. Ha 100 mingdan arzimi? 71 dan dastavka qilib beraman aka. Shu tep-tekisdan qo'yaveraylik. Olsin mana. Joniy hisobisidan akalar aloqaga chiqasizlar. Qo'ydi. Rahmatni aytib qo'yishadi bu qo'ylar. 7 million so'mdan Buxorogacha. Buxoro, Qoraqalpoqgacha ketaveradi. Joniy hisobisidan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa videolarimizda akalar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin akalar. Bizni kuzatishga davom eting. Zo'rlardan elga xizmat, zo'ridan chiqaveradi.